O'zbekistonda hafta boshidan, ya'ni 6-iyuldan kuzatiladigan ob-havo ma'lumoti. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. O'zgidromet 6-iyul dushanba kuniga ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, harorat yakshanbaga nisbatan bir necha darajaga ko'tariladi. Toshkent shahrida havo biroz bulutli, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja, kunduzi 36-38 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 36-41 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 37-42 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja bo'ladi. O'zbekistonda yakshanba kuni havo harorati ko'tarila boshlashi va kunduzi 34-37 darajagacha, janubda 39 darajagacha isishi prognoz qilingandi. Yomg'ir yog'ishi kutilayotgani sababli respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida 5-6 iyul kunlari sel suv toshqin xavfi bor deyilgan xabarda.